Assalomu alaykum obunachilar. Nukroboddan yo'l ustidan 10 so'mlik hovlimiz chiqibdi. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Mana shu hovlimiz sotuvda. Oldilari mana boyga qilib ishlatib tursa bo'ladi. Yengilgina bunday servis yog'maslatga qilib qo'ysa ham bo'lagan ekan. Uyimizda burchakdan garajimiz bor. Darvozaxonamiz. Bismillah. Mana uyimiz kirish darvozaxonasi. Uyimiz polni plita bilan yopilgan, pishirishdan qilingan. Birinchi xonamiz mehmonxonamiz. Bismillah. Bismillah. Mehmonxonamiz ham katta tayyorlangan ekan. Akkuratda qilib qo'yilgan ekan. Uyimiz polni pol. Mehmonlar bilan yotoqxonaga qo'yib ketilgan ekan. Mana hovli tarafdan kirsam bo'ladi. Mehmonlar birdan yotoqxonaga qo'yilgan hovli. Mana xonalarimiz akkuratda remontga qilib qo'yilgan ekan. Bu tarafda 3 ta xonamiz bor. Onalarimiz, ayollarimiz bor uchun video tushirmadik. Oshxonamiz, hojatxona, hammomimiz joylashgan yerdan. Bu tarafga ham bitta uyimiz bor. Tapchanchalar qilib ketilgan ekan. Mana koridorimiz. Bu tarafda detskiy xonamiz bor. Zal. Kattalar uchun yotoqxona. O'zimiz sanuzli bilan. Hovuzimiz 5 tonnali. Mana aka отдельно qilib molxonaga qo'yib qo'yilgan ekan. Uyimiz 10 so'tiga joylashgan. 10 ta xonadan iborat. Pishig'ish, 3 ta sanuzli bor. Narxini kelayotgan bo'lsa, kelishilgan holda egalik nomer talab etamiz. Bemalol savdo qilib olsanglar bo'ladi. Real nomer kerak, real narx berlar, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.